Yoshlar millat kelajagi. Bugun jamiyatning istiqboldagi rivojlanishi ular faoliyatining boshlang'ich sharoitlariga bog'liqligi bilan belgilanadi. Ular qalbida ona vatanga, ajdodlar merosiga bo'lgan hurmat va ehtiromni yuksaltirish barcha davrlarda muhim bo'lib kelgan. Shu ma'noda yoshlarning tarixchi olimlar bilan uchrashuvi ularning vatanimiz tarixiga bo'lgan muhabbatini yaqqol ifoda etadi. Yaqinda Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi 145-maktabda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix institutining bir guruh olimlari, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktorlari Firuz Boboyev, Ikrom Azizov hamda Nargiza Ismatova bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbirni maktabning tarix fani o'qituvchisi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Adolat Yahyoyeva olib bordi. Aynan maktablarda yoshlarni kelajakda ishonchli va o'zini pozitsiyasini himoya qiluvchi yoshlar, kelajak avlodi qilib tarbiyalash bu aynan ta'lim tizimidagi o'qituvchilarga yuklatilgan va bugungi tadbirda biz olimlar bilan o'quvchilarni uchrashuvini tashkillashtirdik va bu tadbirga kelgan olimlar hozir ilm yo'li qanday bo'lishi kerak ekanligi va ilm yo'lida nimalarga e'tibor qaratish kerak ekanligi va qiyinchiliklarda bardoshli bo'lish uchun insonni o'zini ruhiy tayyorgarligi zarur ekanligi haqida juda ham o'zlarining fikrlarini berishdi va o'quvchilarni berayotgan savollardan shunday xulosaga keldikki, bizni yosh avlod O'zbekistonni kelajagi buyuk ekanligiga juda ham ishonch bildiryapti va aynan maktabda olgan bilimlari kelajakda ularni buyuk inson, yaxshi jamiyatimiz uchun, davlatimiz uchun kerakli inson bo'lib yetishi uchun kerak ekanligi, zarur ekanligini dalolat beradi. Uchrashuv jarayonida yoshlarning yurtimiz tarixiga, tarixiy shaxslarga, qadimiy manzilgohlar, ziyoratgohlar, turizm sohasi, umuman turli kasblar tarixiga bo'lgan qiziqishi yaqqol ko'zga tashlandi. Hozirgi suhbat jarayonimizda shu narsani men kuzatdimki, o'quvchilar orasida ayniqsa tarixiy shaxslarga bo'lgan qiziqish juda ham yuqoriligini kuzatdim va shu bilan bir qatorda harbiy yo'nalishlarda, mana misol uchun Buxoro amirligidagi harbiy tarix yo bo'lmasam Xiva xonligidagi harbiy tarix, shu bilan bog'liq Qo'qon xonligidagi harbiy tarix sohasida ayniqsa yigitlarimizda qiziqish yuqori ekanligini kuzatdim. Shu bilan yana bir qatorda biz aytib o'tishimiz kerakki, turli yo'nalishlarda qiziqishi bo'lishi bilan bir qatorda mana misol uchun stomatologiya tarixi yo bo'lmasam 9-sinf jahon tarixida o'tiladigan bir nechta mavzular bor. Ya'ni ixtirolar, kashfiyotlar tarixi. Mana shunga bo'lgan qiziqishlari yuqori ekanligini men kuzatdim. Ilm yo'li zahmatli. Bu yo'lda bugun xotin-qizlarning ham ko'pligi, qolaversa Nargiza Ismatovaning Buxoro amirligida ayol voqifalar kitobi o'quvchilarda qiziqish uyg'otdi. Olima savollarga javob berar ekan, xonliklar davrida, ayniqsa Buxoro amirligida ayollarning o'rni qanday bo'lganligiga alohida to'xtalib o'tdi. O'quvchilar uchun o'sha bizani mintaqamizda, xususan o'sha Buxoro amirligida ayollarning o'rni qanday bo'lgan, ayollar nimalar bilan shug'ullanishgan, jamiyatda o'zini o'rni bo'lganmi degan savollar ularga juda ham qiziqarli bo'ldi va shu borada ko'plab savollarini berishdi va imkon darajasida men ham o'quvchilarga tushunarli qilib, sodda qilib ayollarimizni tarixdagi o'rni haqida javob berishga harakat qildim. Meni yana shu narsa juda ham xursand qildiki, o'quvchilar yurtimiz tarixiga, ziyoratgohlarimiz tarixiga juda ham qiziqishar ekan. Chunki juda ham ko'p savollar, fikrlar berishdi. Bu narsa tarixchi sifatida o'sha yurtimizning tarixiga bo'lgan qiziquvchilarning sonini oshib borgani, xususan o'zimizning o'quvchilarimizning tarixga bo'lgan qiziqishini ko'rib ham xursand bo'ldim, ham faxrlandim. Maktab davri kamolat yo'lidagi bir bosqich. O'quvchilar bu davrda o'zlari orzu qilgan kasblarni tanlab olishadi. Uchrashuvda ayrim yoshlar kelajakda tarixchi bo'lmoqchi ekanligini aytishgan bo'lsa, ayrimlari O'zbekiston tarixi darsligining tayyorlanishi, ulardagi o'zgarishlar, hatto abituriyentlar uchun tuzilayotgan tarix faniga oid savollarda qaysi mezonlarga asoslanishini so'rashdi.
bu savollarga yetarli darajada olimlar tomonidan javob olishdi va eng e'tiborlisi shundaki, oldingi darsliklar bilan hozirgi darsliklarning o'rtasidagi farq va tafovutning asosiy sababi nima ekanligiga aniq javoblarni olishdi. Shu bilan birga bugungi tadbirda litseylarga kiradigan o'quvchilarda tuziladigan testlar va oliy o'quv yurtiga kiradigan tarixdan beriladigan testlarni kim tomonidan va qanday qilib ishlanishi va testlarni asosiy savollari qaysi manbalardan olinishi degan savollar berilishi aynan o'quvchilarimizni kelajakda oliy o'quv yurtiga kirishda tarix fanidan bilimlarini yanada chuqurroq bo'lishida, nimalarga e'tibor berishidan dalolat berib turibdi. Bugun yoshlarning ko'proq zamonaviy texnologiyalarga qiziqayotganligi ham sir emas. Tabiiyki, har bir buyumning o'z yaralish tarixi bor. Tadbir davomida o'quvchilar bu borada ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga yetarlicha javob olishdi. Savollardan ham sezish mumkin, haqiqatdan mana hozirgi kunda texnika yo'nalishiga bo'lgan qiziqishlar va ximiya, biologiya yo'nalishlari bo'yicha va programmistlik yo'nalishi bo'yicha bularning qiziqishlari yuqori bo'lganligi uchun, ayniqsa mana 9-sinf jahon tarixida mana shunaqa yo'nalishlar bo'yicha mavzularimiz bor. Aynan mana shularning tarixiga ko'proq qiziqishini kuzatdim va ular qanday ixtiro qilingan va ularning natijasi qanaqa bo'lgan, o'zini oqlaganmi, oqlamaganmi degan savollarni ko'proq berishdi va shu ularni shu sohalarning tarixiga bo'lgan qiziqish ortib borayotganligini kuzatish mumkin. Biz ularga savol berdik. Masalan, men katta bo'lganda aytishni bo'lmoqchiman. Shu sababdan ularga savol berdim. Ular bizga ularning qanaqa yaralib chiqqanini, qanaqa tarixini, shunaqalarni gapirdilar. Oldingi zamonda ulardan qanday foydalanishganini, hamma o'sha kimlar yaratgan, qanaqa foydalanishgan, qanaqa maqsadlarda foydalanganini aytishdi bizga. Bundan men xulosa chiqazdimki, nimadir yaratish uchun birinchi uni tarixini bilish kerak, kelib chiqishini bilish kerak va uni hammasini o'rganish kerak deb hisobladim. Kelajakda diplomat bo'lish niyatim bor. Aynan mana shu diplomat bo'lish uchun birinchi navbatda tarixni yaxshi bilishimiz kerakligini bilib oldim va o'zimni qiziqtirgan savollarga aniq va tiniq javob ola oldim. Aynan bugun xususan biz o'rta asr davrlari to'g'risida yoki bo'lmasam Buxoro xonligining harbiy yurishlari to'g'risida asosan biz muloqotda bo'ldik va bundan yoshlarimiz ham qolaversa mana bu yerda o'qigan o'quvchilar ham o'zini qiziqtirgan savollarga bemalol javob oladi. Taassurotlarim juda ham katta. Uchrashuvdan shunday xulosa chiqarish mumkinki, bugun yoshlar ilmga chanqoq va shu bilan birga shonli tariximiz, ajdodlarimizning ilm tafakkurda tengsiz ekanliklari bilan faxrlanadilar va ularga munosib avlod bo'lishga intiladilar. Bu esa yoshlar kelajagiga katta e'tibor berilayotgan yurtimizda ajdodlar zakosidan o'rnak olgan yangi bir avlod shakllanayotganidan dalolat beradi.